Bu monstru. Bu mashinada nechta ballon bor va nechta kalotka turadi deb o'ylaysizlar? Kommentda o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Ungacha men sizlarga shu mashina haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Bu mashinamiz Hammer Humvee 66 Body Body nomlanadi. Bularda to'liq 3 ta o'q bo'ladi, ya'ni 6 ta ballon birdaniga tortadi. Bu harbiy bazalarda ko'rinadi, ko'chalarda kamdan kam ko'rasizlar. Ya'ni bir xil ayrim kolleksioner odamlar yig'ishi mumkin, hatto ko'rmaysizlar. Korpusi juda qalin, juda mustahkam, muncha-munchaga sinib, qiyshiq ketmaydi va bularda diskalari juda aql boramas darajada katta diskalar qo'yiladi. Eng qiziq joyi motori 1.8 dizel. Ovozi ham juda baland bo'ladi. O'zbekistonda shunga o'xshash mashinalarga kalotka topish muammo deb o'ylaysizlarmi? Adashasizlar. Monerda hamma mashinaga kalotkalar bor. Ko'chalarda ko'rgan любой markazga kalotka bor. Sifatli, hamyonbop, kerak bo'lsa dastavkasi bilan qilib beramiz. Kimga shunaqa kalotkalar kerak bo'lsa, bemalol pastki nomerlarga murojaat qilsanglar bo'ladi.